Ey qiz, Ha? ovqatlanma. Dillimisan? To'xta. Birinchidan, meni familiyamdan qozoq bo'lgani bilan men qozoqmanman. Ikkinchidan, men oilaliman, 3 ta bolam bor, qurushga nima? Ya, bir şey mena bo'lib turgan yo'qmi voy? O'zi qo'y topshingizni olib ketdi. Oling topshingizni. Faqat san bor ekan, nima qilib yursiz o'zi bu yoqda? Qani o'sha O'zbekistonda nomer 1 deb bang urib maqtayotgan, ichidan suyaklar chiqadigan qadrli beshbarmoqlaringni bir ko'raylik-chi. Mana Toshkentdagi nomer 1 bes bor. Turing o'zim bilmayman. O'zbekistonda nomer 1 bo'lgan haqiqiy qozoqcha nag'iz beshbarmoqni yemoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu yerga kelishingizni tavsiya beraman. Asosiysi, o'tovlari va xamirlari mutlaqo bepul. Xizmat ko'rsatishlariga bo'lsa gap bo'lish mumkin emas. Atmosfera bomba. Buyurma bersangiz, qovurg'ali qazlari-yu, qovurg'alarni setni ustiga qo'yib berishadi. Xamirlari dimkillagan tomoqdan silligina o'tib ketadi. Sho'rvasiga ham gap bo'lish mumkin emas. Shunaqa mazali. Men bunaqa porsiyasi katta bo'lgan beshbarmoqni birinchi marta ko'rishim. Mazasini videoda yetkazib bera olmayman. Albatta bu joyga borib o'zingiz tanovul qilib ko'rishingiz kerak. Hali ham o'tiribsizmi? Endi ham bugun bormasangiz uyat bo'ladi. Ya nag'iz beshbarmoq yeyish mana bunaqa bo'ladi. Bu yoqda nafaqat beshbarmoq, qisillagan baliqlar va kebablarni ham topsangiz bo'ladi. Bu havoda, atmosferada ketadi. Oilaviy mazza qildik. Chernyavkada ikrom beshbarmoq. Kim bilan bormoqchi bo'lsangiz, videoni o'shanga yuborib qo'ying.